Arslan, biz sana yaman bolsun dedik mi? Manın qarqına manınqa. Muşuda isil maşina etsen yaraşmam da. Mağmı yarışıdı. Lekin mening sizlarda kunda artıq pulum bo'lmasa. Oy, mende bekçik pul var. Döylep koydum ma binada qilib. Men shu deyga qilib aldım. Ay 5 koy төлeyme. Alın şudu bana. Moto aydep şurbatqansa. Motoning yomoni yo'q, shunda yaxshi yozda shamollab. Oy, bek yaxshi, bek shamollab. Qishdi shu. Qilib yuradigansa tonlab. Shu. Bu ishlarni ko'p o'ylab ketmadim. Eng muhimi ota-onam salomat bo'lsa, vafodorlik etkazmasa mayli emasmi? Həcəb toyğazdan Arslan, həcəb toyğazdan. Qaçanlıq qarsa atanı deb. Ha şu atanımız 70-80 kirdi, yadıdı oyda. Əmdə o ətdigini çıxıb güllük su quyab. Düşdü bir şorp qılamdı, şoylu qılamdı, içib, deniş görəb, yazılğan vaxtı gəldi. Ma bizcə biz, maşinin isil nə deyməz, tılfıdan aqsasını tutub, kimli pəçət kiyib, yaşayımız, şuna mı ya? Shu Adil. Cin gap qildingizmi? Ana shu ota-onamizning bir yosh vaqtida bizni o'ylab qo'ygan bo'lsa, bir ishki bino olamizmi, bir ishki do'konlik qilib qo'ygan bo'lsa, biz menda bir daykan to'laymiz deb jinimizni qiynab yurgicha tushgicha uxlab, chiroyli kiyimni kiyib, do'konning ijorasini yig'ib, o'ynab yurgan bo'lsak, biz qiynalib yurmaydik. Hamda ota-onamiz bir ishki bino ololmabdi debmi, ota-onamizni tashrif qilma bo'lmaydi. Nima qilmagan bilan ota-onamiz emasmi? Oldular sizlar bilan tang o'chi cho'pamni yeychu. Vay ya Arslan ya. Sen çoğun ustam ne kirlam ya? Da yanla, yemdik deyden gap yok. Agday ve aday. Gördüğümüz hayır. Yo Arslan. Şıkılıp senin dədanda mı yer bir şirket faaliyet qıp qalmışsın. Yaken qotan qağırlıq, Aqsu, Qaşqa, Çaqırlıq deb ne faaliyet o şuya bardı kense? Ma qarama çoğun ustamın ama faaliyet qın tarlap aptım hava. Ekile. Men bir yap bakay. Altın çıkıdığan bir işleri var deyapti. Altın çıkıdığı yer yapılmagansa bununki. Arslan'dan sormam sen onu. O yantağı bir koygu yan bir kaça. Onunki naq pul çıkıdı deyapti. Aşta ayarlarım bağda bununki. Ha? Oha. Sen peyzi kemana. Koyasa kalada kendini yemetmey. Arslan. Ma biz mühim gap keladi. Ma ishkime sana bek uzun bo'ldi tarbiya qilyapti. Ma yo'ldagi toshqi tarbiya qilgan bo'lsak, tam bo'lib qopab bo'ldi buchoqqa. Sen mushuncha valaq qilib nimaga erishdi? Mening erishgan narslarim Vay xotor. Ha, rasma? Bu yaxshi ishgan qolsa. Unda bo'lsa xotin ikkinchi dolayla. Ha? 13-qavatda sizlarni o'ydikilar, 14-qavatda bizni o'ydikilar o'ltasin. Ikkinchi setib olamiz, ha? Vay naq pul to'lab setib olamiz, xotirjamlar. Buga tushdan keyin naq pul to'lab o'taylar. Ben birden iki barım. Bak. Ahile. Men rast sizlar degandek uncha ko'p narsalarga erishamagan bo'lishim mumkin. Ammo eng muhimi ota-onamning rahmatiga erishdim. Atamni güldüray deyman, güldüray deyman. Ha şu atanımız 70-80 kirdi, yadıdı oyda. Ma bizcə biz, maşinin isil nə deyməz, tılfıdan aqsasını tutub, kimli pəçət kiyib, yaşayımız, şuna mı ya? Cin gap qildingizmi? Ana shu ota-onamizning bir yosh vaqtida bizni o'ylab qo'ygan bo'lsa, bir ishki bino olamizmi, bir ishki do'konlik qilib qo'ygan bo'lsa, biz qiynalib yurmaydik. Arslan, sen mushuncha valaq qilib nimaga erishdi? Ota-onamning rahmatiga erishdim.